Bu haligi yuzaki informatsiya emasda. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahimjon aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz Ha, yaxshimi? Xudoga shukr, alhamdulillah, salomat bo'ling. Xayrlar bilan aka. Ha, salomat bo'ling, rahmat. Bezovta qilmadimmi Rahimjon aka? Faqat tezroq gapirsangizmi, eshitdim. Ishdanmisiz aka? Oldingizga o'tmoqchi edim bir masala bilan. Yo'q, bugun shanba ish kuni emas, menda o'zim ishlarim bor edi, shuni qilmoqchiman. Dushanba kuni faqat. Bo'lmasa dushanba kuni boraman, sal aniqroq ish edida 7 kun muhlat beribdi shunga. Ha, deport masalasimi? İspanya'nın digital nomad kartasi. Uni qo'shishimiz sababi bu yerda noqonuniy bo'lib yurganlar bor-ku, qarz bo'lib kelgan, boshqa bo'lib kelgan. Endi qonuniy qolib ketish uchun yoki nimadir bo'lib olish uchun nima qilsa qilyapti. Haligi kuni olib kelgan sherigim ham o'zimniki. Misol uchun ancha temir shu yerda yashaydi, aqli yetadi ko'p narsaga, lekin hozirgi holati noqonuniy bo'lib qolgani uchun 4000 yevromi aka ishim hal bo'lib qolsa bo'ldi. Mana shu narsani qilib yuboraylik deyapti-da. Rahimjon aka, hozir ikkita bir-biriga bog'liq bo'lgan mavzularni ochmoqchiman. Birinchisi Ispaniyani digital nomad vizasi, kartasi. Ikkinchisi bu yerdagi deportatsiya mavzusi. Yana shunga ham ozroq to'xtalib o'tadigan bo'lsak, chunki o'zimning tanishlarimda ham shunaqa holat bo'lyapti. Cho'kayotgan odam oddiy kichkina xashga ham yopishadi deydi. Shuning uchun qonuniy bo'lib qolish maqsadida qancha pul bo'lsa ham berib turib, shu moshenniklar tuzog'iga ilinishyapti. Yaqinda ham bitta e'lonlarni ko'rdim. Shunaqa karta qilib beramiz, boshqa davlatnikini, masalan, Xorvatiyaniki yoki Slovakiyanikini qilib beramiz, shuncha pul berasiz. Sizda deport bo'lib qolmagan bo'lsangiz bo'ldi, hammasini qilib beramiz deb katta va'dalar berishyapti. Birinchi shu haqida to'xtalsak, keyin Ispaniyani VNJsiga to'liqroq gaplashib o'tamiz. Mayli, marhamat. Meni savolim bu yerda asosiy qonun qoidasi qanaqa? Masalan, birinchi yashab turgan Schengen davlatida turib, ikkinchi Schengen davlatini vizasini yoki kartasini olishda tartibi qanday? Xo'p, bu masala unchalik qiyin emas. Birinchidan shart shuki, agar uni vizasi bo'lsa, shu vizasi bor davrida har qanday Yevrosoyuzga kirgan mamlakatlarda migratsiya xizmatlaridan yashash va ishlashga, shu territoriyada yashash va ishlashga ariza berish huquqiga ega. Agar vizasi bo'lsa, bu shu birorta mamlakat, Yevrosoyuzga kirgan birorta mamlakat vizasi yo kartasi bo'ladigan bo'lsa, shu mumkin. Endi agar kartasini muddati o'tib ketgan bo'lsa yoki vizasini muddati o'tib ketgan bo'lsa, boshqa qo'shni Yevrosoyuzli mamlakatlarda ichida turib, boshqa Yevrosoyuzga kirgan qo'shni mamlakatlardan viza so'rash, ya'ni bo'lmasam yashash va ishlashga ijozat so'rash, viza olish deylik, to'g'riroq bo'ladi. Viza olish huquqiga ega bo'lmaydi shaxs. Nimaga deganda, unga bu qonunga kirgizilgan o'z yurtiga borib yoki bo'lmasam boshqa uchinchi mamlakatga chiqib turib, shu yerdan shu mamlakatga viza so'rash huquqiga ega. Endi uni taklifnomalar asosida yoki bo'lmasam biznes asosida yoki bo'lmasam bir sponsorство deb qo'yadi, sponsorstvolar asosida so'rash huquqiga ega. Nimaga deganda, har bir elchixona bizni yurtlardagi, mana shu O'rta Osiyodagi elchixonalar ma'lum bir respublikalarga baylangan. Masalan, Polsha elchixonasi faqat Tojikiston, Toshkentdagi Polsha elchixonasi Tojikiston va O'zbekiston gражданlarini, ya'ni fuqarolarini viza berish huquqiga ega. Boshqa respublikalarda bermaydi. Masalan, Qozog'istonda Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolariga viza beradi. Lekin O'zbekiston fuqarosi Turkiyada yashasa yo bo'lmasam Qozog'istonda yashasa, albatta Qozog'istonda propiskasi bo'lishi shart u yerdan viza olishligi uchun, yoki bo'lmasam Turkiyada yashaydigan bo'lsa, shu o'tirma izini bo'lsa, Turkiyaning o'tirma izini bo'lsa, shu yerdan so'rashga haqqi bor. Boshqa holatlarda viza berilmaydi. Buni ko'pchilik endi shunaqa biz viza qilib beramiz,
agar deporti bo'lmasanglar biz olib beramiz viza yoki bo'lmasam karta olib beramiz degan yolg'on yashiq gaplarni ishlatishyapti. To'g'ri, bu bunaqa qilish buni iloji yo'q. Buni faqat falshiviy hujjatlar asosida va falshiviy degani nima dedim? Qalbaki hujjatlar asosida, qalbaki vizalar asosida shunga o'xshagan narsalar bilan bunaqa qilish mumkin. Boshqa holatlarda bu ishni qilib bo'lmaydi. Nimaga deganda Yevrosoyuzda asosiy migratsion qonunlari bir xilda. Ozgina arzimagan o'zgarishlari bilan. Yangi qo'shilgan davlat bo'lgani uchun ko'pchilik ishonib ham ketyapti shunga. Borasiz, agar noqonuniy bo'lsa ham o'zimiz yetkazib qo'yamiz o'sha davlatga. Bir haftani ichida karta bilan qaytib kelasiz deb shunaqa qilib aldayotgan ekan. Bu narsani ko'p kuzatdim. Endi shu sohani ichida bo'lganimiz uchun ko'pchilik yozadi yoki qanaqadir savol so'rashi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Shu paytda ham ularni tartibini ko'rdimda. Mashenik deymizmi, o'rtakash deymizmi, shularni O'zbekistondan yoki bu yerdagi boshqa davlatdagi odamni chaqirishadi, shu kartaga topshiradi. Ularni bahonasi qanaqa bo'ladi? Sizni kartangiz yoki vizangiz noqonuniy bo'lgani uchun oldingi davlatingizda sizga atkaz berdi deydi. Shundan keyin ular aytadi, endi biz bitta yo'limiz bor bu yerda deydi, sizni bejenstvga topshirishimiz mumkin deydi. Yoki qanaqadir ijtimoiy xalqaro himoya, международный защита deydi. Shunga deydi. Meni savolim mana shuni salbiy oqibatlari qanaqa? Bu yerda ham bitta narsa bor. Rostdan ham shunaqa holatlar juda ko'p ro'y beryapti. Hattoki o'zimga ham murojaat qilishadi bu masalalarda. Qochoqlikka topshirsa bo'lar ekan yoki bo'lmasa международный защита bu xalqaro himoya holatiga topshirsa bo'lar ekan. Shunga bizga ham yordam bermaysizmi degan savollar bo'ladi. Ularni men qaytarishga harakat qilaman. Birinchidan bunga topshirish uchun albatta o'zini yurtida ozodligiga xavf bo'lsa, din erkinligiga xavf bo'lsa yoki bo'lmasam odam savdosiga sotib yuborish mumkin degan shunaqa xavf bo'lsa, yana undan tashqari bir nima bor? Bu shu 4 ta narsa deylik, uni aytmay qo'yaveraman, zarurati yo'q. O'zimga sal xijolat olaman bu narsani aytishga. Shu 4 holatdagina bu xalqaro himoyaga o'zini topshirishi mumkin. Bu mumkin. Rostdan ham har bir mamlakat Yevrosoyuzga kirgan mamlakatlar emas, boshqa shu Jeneva konvensiyasi deb qo'yadi. Jeneva shartnomasiga binoan shunaqa har bir mamlakatga shunaqa ariza berish huquqiga ega shaxs. Shu holatdagi shaxslar. Lekin buni oqibatlari. Birinchidan albatta birinchi sharti davlatni yomonlashishga to'g'ri keladi. Masalan, O'zbekistonda bugungi kunda dinga qarshi bir ortiqcha harakat bo'layotgan. To'g'ri yashab, to'g'ri turib, iymoningizni mustahkam qilib, namozingizni o'qib, ro'zangizni tutadigan bo'lsangiz, hech qanday problema yo'q. Bemalol diningizni mustahkam ushlashingiz mumkin. Bu yolg'on bo'ladi. Endi bu dinimga qarshilik bo'lyapti, men dinimda turishimga, islom dinida turishimga xalaqit beryapti davlat deyish, bu endi bu g'irt ahmoqlik. Bunaqa narsa yo'q. Bugun, ayniqsa bugungi kunda bu narsa yo'q. Bu birinchi shart. Значит, bu nomer o'tmaydi. Ikkinchisi hayotingizga xavf. Ekonomik jihatdan agar hayotingizga xavf bo'lsa yoki bo'lmasa bir ozodligingizga xavf bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham qabul qilinmaydi. Sababi ekonomika bilan nima bu ekan, endi birorta restoran qildingiz, pulingiz yo'qolib qoldi. Bu narsalar bilan siz davlat tomonidan qamalish xavfi borligi uchun qochoqlik qabul qilinmaydi. Shuna qonun bor. Bu ham konvensiya asosida. Shu kirmaydi bu narsa. Lekin juda bir haligi davlatning ichida, davlat apparatida ishlab turib tuhmat bo'ladigan bo'lsa, buni isbotlashingiz kerak bo'ladi. Ma'lum bir hujjatlar bilan isbotlaganingizgina sizga nima beradi? Status beradi, ya'ni qochoqlik maqomini beradi. Lekin bu nomer ham o'tmaydi bu yerda. Значит, siz hech qanday qarzingiz yo'q, birov sizni taqiq qilayotgan yo'q, qarzingni berasan deb yo davlatni bir molini o'g'irlaganingiz yo'q. Bunday holat ham sizga o'tmaydi. Endi yana uchinchisi sizni hayotingizga xavf yo'q ekan, ozodligingizga xavf yo'q ekan, diningizga xavf yo'q ekan, 3 ta narsani o'tdik.
To'rtinchisi endi agar siz rostdan ham yo erkak emas, yo endi urg'ochi bo'lmaydigan bo'lsangiz, unda men bilmayman, uni topshirsangiz bo'laveradi. Lekin bunga men nima qilmayman. Lekin bitta narsa endi topshirganlar. To'g'ri, OBS hech qachon sizni bu yerdagi кейsiz, ya'ni sizga topshirgan arizani nomerini hech qachon informatsiyasini davlatingizga bermaydi va boshqa davlatlarga ham bermaydi. Bu juda maxfiy hisoblanadi. Bu ma'lumot o'zlarida bu ma'lumotni ma'lum bir davrgacha sizga o'sha litsenziya, ya'ni qaror chiqquncha ushlab turishadi. Qaror chiqqandan keyin yo sizga отказ qiladi, yo'q biz bera olmaymiz deb, yoki bo'lmasam sizga bu statusni beradi. Buni yomon tomonlari endi eng yomon tomoni siz o'z yurtingizga, sizga hattoki status berilgan taqdirda ham o'z yurtingizga, o'z vataningizga borib kelish huquqidan mahrum bo'lasiz. Birinchidan pasportingiz qo'lingizda bo'ladi, lekin sizni уже bu pasportingiz O'zbekiston uchun уже o'tmaydi. Masalan, O'zbekistondan kelgan bo'lsangiz. Sababi bordingiz deguncha sizni bu yerdagi statusingizni shu qaysi mamlakatga ariza topshirgan bo'lsangiz, shu statusga, ya'ni qochoqlik maqomiga siz u yerdan mahrum qilinasiz. Bu bir. Ikkinchidan bu informatsiya O'zbekiston yo bo'lmasam boshqa mamlakat, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston davlatlariga bu informatsiya birovlar orqali ketib qoladigan bo'lsa, sizni endi u yerda ham rostdan ham неприемлемый shaxs, ya'ni siz qabul qilish qiyin bo'lgan shaxsga aylanib qolasiz. Shuning uchun buni men hech kimga maslahat bermayman. Agar bu shu to'rtta problemangiz bo'lmasa, bu nimaga topshirmagan, qochoqlik maqomiga, ya'ni xalqaro himoya arizasi bo'yicha ariza topshirmaganinglar, bu judayam zarurat. Bu ishni qilmaslik kerak. Agar boshqalar endi pul olish maqsadida sizlarga maslahat beradi, sizlar nimaga deganda ular pul oladi sizlardan qilgan xizmatiga. Shu xizmat uchun pul olgani uchun sizlarni bunga da'vat qiladi. Sizlar bu da'vatga uchmanglar. Bundan yiroqroq yurishga harakat qilinglar. Endi yana bittasi bor, gumanitarniy deb qo'yadi. Gumanitarniy degani bunga topshirsa bo'ladi. Unchalik nima emas, yomon emas. Gumanitarniy prosta men nima bolalarimni shu yerda o'qitmoqchiman yoki bo'lmasam shu yerda bir adaptirutsiya, ya'ni ko'nikma hosil qilmoqchiman shu yerda. Demokratiya menga yoqdi, demokratiya bu yerda qonunlar ishlar ekan degan mazmunda bahona qilib buni shunga ariza yozib turib meni qoldiringlar deb ariza yozish huquqiga egasiz. Bu to'rtinchi variant, bu mumkin. Buni gumanitarniy nuqtai nazardan, ya'ni gumanitar nuqtai nazardan ruxsat beriladi. Shu международный защита deganimiz, ya'ni xalqaro himoya ni ichida bu ham, shu programmani ichida bu ham gumanitarniy. Bunga topshirish mumkin. Bunda endi 1 yil o'tadi, yarim yil o'tadi. Ko'pincha hozirgi davrda ilgari отказ kamroq bo'lardi. Hozir atkazni o'zbekchasiga nima bo'lardi? Shu отказ, hozir отказ ko'p chiqyapti gumanitarniydan. Lekin shunda ham bolalaringlar bo'lsa, agar bu yerda 3 yil 3 o'quv yilida o'qigan bo'lsa, ularda haqqi bor gumanitarniy qolishga shu yerda. Nimaga deganda adaptirutsiya, ya'ni ko'nikma hosil bo'lishi, bu integratsiya deb qo'yadi. Integrированный, ya'ni integratsiya bo'lgan bolalar o'zi boshqa mamlakatga ko'chib, boshqa mamlakatda o'qishi ularni psixikasiga ta'sir qiladi. Bu travma, ya'ni psixik travma, ya'ni shu bola shu yerda psixologik jihatdan kasal bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerda bolalar huquq himoyachilari bunga qattiq e'tibor beradi va o'zini butun kuchi bilan o'sha o'quvchilar, bu yerda integratsiya bo'lgan bolalarni olib qolishga harakat qiladi. Tabiiyki, bolalarni olib qolishga harakat qilganda ota-onasi ham shu yerda qolib, shu yerda yashashi shart bo'ladi. Ularni boquvchi sifatida. Boquvchi sifatida. Hozir shu odamlar yana nisbatan qonuniyroq yo'lini topishgan. Bu Ispaniyani digital nomad, ya'ni masofadan ishlovchi ishchilar uchun Yevropa ittifoqidan tashqari davlatlarda masofadan ishlovchi ishchilar uchun yangi viza turi. Bu ham yangi deb bo'lmaydi, chunki 2023-yil yanvar oyidan kelib chiqqan. Hozir bu narsani ochiqchasiga reklama qilishyapti. Narxlar ham arzon emas. 3000 yevrodan boshlanib 5000, 8000 yo'q, insofga qarab ketaveradi. Bu o'zi shu haqida ozroq ma'lumot berib o'tsangiz, kimlar uchun bu va qanaqa huquqlarni beradi? Bu bitta narsaki, bu biznes karta, bunday aytganda, biznes bilan shug'ullanuvchilar uchun sharoit. Yevrosoyuzda biznes yurgizishga, ishlashga emas, biznes yurgizishga sharoiti.
Qanday bo'ladi? Buni sharti shuki, birinchi sharti o'zini yurtida. Ya'ni keling O'zbekistonda olaylik. O'zbekistonda uni firmasi bor. Shu firmadan har oyda 2800 yevro daromad qiladi. Bu yerga kelib, shu men biznes yurgizmoqchiman. Mana meni har oylik daromadim. Bu minimum shunaqa bo'lishi kerak. 2800 yevro bo'lishi kerak. Uni har oydagi oyligi deylik, daromadi demaymiz. Daromad ko'proq bo'lishi mumkin. Shunaqa oyligi 2800 yevrodan kam bo'lmasligi kerak. Shunaqa oyligim bor. Menga shu biznes yurgizishim uchun shu kartani beringlar. Digital nomen kartasini beringlar desa, ma'lum bir muddatni ichida bu karta beriladi. Rostdan ham beriladi. Shart qo'yiladi. Birinchi sharti bu 3 yilga beriladi bu karta. Birinchi sharti albatta sug'urta to'lash kerak. Har oyga sug'urta to'lash kerak. Bu doimiy sug'urta. Birinchi yilda 90 yevrodan sug'urta to'laydi. Buni ko'pchilik adashtiradi. Bu nalog to'layapmiz deydi. Bu nalog emas. Hech qanday nalogga aloqasi yo'q. Uni meditsina sug'urtasi, ya'ni meditsina polisi. Tibbiyot shu tibbiyot polisida endi. Doktorxonalarda bir kasal bo'lsa davolanish uchun boshdan birinchi yili 90 yevrodan, ikkinchi yili 150 yevrodan, uchinchi yili 300 yevrodan nima to'lanadi? Sug'urta polisi to'lanadi. Har oyda bu albatta to'lanadi. Endi bu odam Yevropada yurib, biznes qilish huquqiga ega. Shunaqa shart qo'yganki, bu yerda topayotgan pulini 80% o'zini yurtida topilishi kerak. Ya'ni 80% ni o'zini yurtidagi firmasi topish kerak. 20% ni Yevrosoyuzdan ishlasa bo'ladi. Biznes bilan, ishxonada ishlashi bilan emas, 20% ni shu nimada Yevrosoyuzning ichida topish huquqiga ega. Nimaga unaqa? Yevropa o'zini ish bozorini, ya'ni biznes bozorini himoya qilish maqsadida shunchalik oz miqdorda, oz protsentda bu yerda pul ishlashga ruxsat bergan. Mana shuni adashtirmaslik kerak. Endi biz bu yerda shunaqa bir holat bo'lyaptiki, buni olganingdan keyin bemalol kelib, ishlash huquqiga egasan, ishxonalar qabul qiladi deyapti. Yo'q, to'g'ri, bilmasdan qabul qilaveradi. Sababi masalan bugungi kunda Polshada ishchi kuchi yetishmay qoldi. Ba'zi bir o'zini Polsha ish bozorini himoya qilish maqsadida chet elliklar qonuniga qo'shimchalar va o'zgarishlar kirgizishini oqibatida shu holat paydo bo'ldi. Ishchi kuchi yetishmaydi. Nimalar agentstva, ish beruvchi agentstvalar juda ko'p ochilgan. 2022-yildan keyin, Ukraina urushidan keyin juda ko'p agentstvalar ochilib ketgan bu yerda. Bu agentstvalar o'zlarini nimasini, kadrlarni to'ldirish maqsadida har qanday legal odamlarni qabul qilib, ishga qabul qilish ko'chasiga kirib qolgan. Vaholanki har biri bu kirgan odamlarni 80-70% Straj granichniy, ya'ni chegara xizmatini qo'liga tushadigan bo'lsa yoki bo'lmasam PIP deb qo'yamiz, Panstva inspeksiya pratsiya, davlat mehnat nazoratini qo'liga tushadigan bo'lsa, ular Straj granichniy chegara xizmatiga o'tkazib beradi. Bular hammasi deport bo'ladi. Hattoki deport bo'lishi mumkin bo'lgan shu riskdagi odamlar, bular shu kartani egalari ham bo'lib qolishi mumkin. Nimaga deganda bularga ishxonalarda ishlash man qilindi. Biznes qilish ruxsat berildi, lekin ishxonalarda ishlash man qilindi. Shuni bilmaydida, ishlayverasiz degan da'volar bilan shu ishlarni qilishyapti. Bundan juda ehtiyot bo'linglar. Bergan pullaringlarga ham kuyasizlar va qonunni buzganinglar uchun necha yilga ham bu Yevropa ittifoqiga kirish sizlarga man qilinadi. Hozircha endi insof qilishyapti. 3 yilgacha man qilyapti. Lekin bitta narsa, ba'zi bir shaxslarga mana 15 yilga man qilinganlarni ham ko'ryapmiz. Bular endi qayerga borishini bilmaydi. Bu yog'i Koreyalar ular uchun yopilgan, Rossiya allaqachon yopilgan, Amerika, Kanada, Avstraliyaga borisha olmaydi. Shunaqa holatlarga tushmaslik uchun shu kartadan ehtiyot bo'linglar. Bu biznesmenlarning kartasi. Ya'ni savdogarlar yoki bo'lmasam shu o'zini предприятие ishlab chiqarish kuchi huquqiga ega bo'lgan
firmalarni huquqlari, firmani egalarini huquqlari. Bundan yana qaytaraman, 20% nimasini foydasini, biznesini shu yerda qilishi mumkin. 80%, 80% shu yashayotgan mamlakatida bo'lishi kerak. Bu juda qiyin narsa. Adashtirib qo'ymaslik kerak. Uni ustiga bu qilinayotgan ishlarda yana bitta narsa bor. Falshiviy firmalardan foydalanishyapti. Ya'ni bir kunlik firma deb qo'yadi ularni. Bugun ochiladi, ulardan foydalanadi, bu yerda karton oladi, firmalar yopiladi. Bu bugun qila oladi. Ertaga qila oladi. Indingi o'sha mana bugunlikka o'xshab, mana bu Polsha o'zini mehnat bozorini qanday himoya qilib, 1 oy, 2 oyda ichida chiqargan qonuniga o'zgarishlar asosida qanday nimalarni bu kiruvchilarni man qilib qo'ygan bo'lsa, bu holat ham 1 kun, 2 kun desak lob bo'lar, 1 oy, 2 oyda albatta bu eshiklari yopiladi. Bundan ehtiyot bo'linglar. Aldovchilarning aldovlariga yugurmanglar. Bu juda xavfli o'yin, xavfli ish. Yaqinda buni qiziqib kerakli hujjatlarni ham ro'yxatini ko'rib chiqdim. Ulardan so'radim ham, boshqa qildim. Aytib o'tdingiz, 2800 yevro bo'lishi kerak eng kamida deb. Buni ham qayerdan kelib chiqqanini ko'rsam, Ispaniya aholisini eng kam ish haqini 2 baravari bo'lishi kerak. Demak, 1400 atrofida eng kam ish haqqi bo'lsa Ispaniyada, shuni 2 baravarini topishingiz kerak. Siz aytgandek, bu ko'pincha masalan biznes egalariga yoki IT mutaxassislariga kerakliroq, chunki O'zbekistonda yoki boshqa davlatda biznesi bo'ladigan bo'lsa, har oyda yoki bilmayman 2-3 oyda bir keladigan odamga doimiy elchixonaga kirib, yana viza olib, ko'pincha ularga noqulay tug'ilishi mumkin. Shuning uchun bu ideal bo'lishi mumkin ular uchun. Agar bu yerda qolib ishlamoqchi bo'lsa yoki boshqa davlatda ishlamoqchi bo'lsa, u umuman to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylayman. Chunki hatto faqat Yevropada emas, Ispaniyaning o'zida ham bu karta bilan ishlash ruxsatnomasiga ega emas. Shu yerda yana bitta narsaga to'xtalib o'tsangiz, falshiviy dokumentlar aytyapsiz. Qalbaki dokumentlar qilishadi. O'zi bu narsani noqonuniy boshlab turib, undan keyin ham yana noqonuniy davom ettirishyapti. Masalan, 3 oylik dohodni qilishadi qaysidir firmadan, siz aytgandek ishlamaydigan firmadan. Yana ularning taqdiri qanaqa bo'ladi bundan keyin? Misol, qaysidir Ispaniyaning hukumati bilib qoldi bu narsani. Sen bizga taqdim etgan hujjatlaring qalbaki ekan. Ularga qanaqa jazo yoki jarima kelishi mumkin? Xo'p, birinchidan Ispaniyada ham O'zbekiston elchixonasi bor. Bor narsa bu. Bu degani har bir qaysi mamlakatda O'zbekistonda elchixonasi bo'lsa, shu mamlakat bilan Tashqi ishlar ministrligi va boshqa xavfsizlik xizmatlar ministrligi tomonidan shunaqa xavfsizlik xizmatlarini o'ziga xos bir idoralari tomonidan shartnomalar bo'ladi. Shu mamlakatni shuning shu shartnoma bo'lgandagina har bir mamlakatda O'zbekistonda elchixonasi bo'ladi yo boshqa mamlakatlarda shartnoma bo'lgandagina elchixonasi bo'ladi. Agar bu sirlar ochildi, Ispaniya bu sirni bilib qoldida, shu yurtlarda O'rta Osiyo yurtlaridagi yolg'ondakan firmalar to'g'risida, berilmayotgan oyliklar to'g'risida, jo'natligi yo'q bu oyliklar to'g'risida ma'lumot oladigan bo'lsa, bular albatta elchixona davlat, ya'ni Ispaniya shu O'rta Osiyo davlatlarini tashqi ishlar ministrligiga murojaat qiladi. Shunaqa holat bo'ldi. Shular tekshirib berishingizni so'raymiz deydi. Tabiiyki, tashqi ishlar ministrligi ichki ishlarga jo'natadi bu ma'lumotni. Bu yerda endi tekshirish boshlanadi. Tekshirish boshlaganda tabiiyki, bu yerda bular yo'q, chataq, pullar hech qanday pul bo'lmagan. Lekin shu yerda yana bitta qiziq narsa bor. Nalog talab qiladi. 2800 yevrodan oylik jo'natgansan. Yoki jo'natmagan bo'lsa ham yozgansan. Qani bu ijtimoiy fondga tushayotgan pul? Bu davlat fondi. Davlatning byudjeti bu ijtimoiy fond. Bitta haligi pensionerlar emas bu yerda. Davlatning ijtimoiy fondiga pul tushirmading bu 2800 dan. Shuncha oylik olyapti ekan. Yoki bo'lmasa nalog ham to'lamading deb turib 2 marta. Birinchidan qalbaki hujjatlar yasagani uchun statya bor. Endi bunga bu jinoiy javobgarlik. Ikkinchisi nalog to'lamaganligi ham jinoiy, ham administrativ javobgarlik. Ikkita kodeksga tushadi bu yerda. Shular hammasi jazolanadi. Lekin bu informatsiya juda tez boradi.
elchixona bo'lsa bo'ldi. Ispaniyada agar O'zbekistonda elchixonasi bo'lsa, bu informatsiya O'zbekiston elchixonasiga beriladi. O'zbekiston elchixonasi tabiiy Tashqi ishlar ministrligiga beriladi. Tashqi ishlar ministrligi ichki ishlarga beriladi. Shu bilan to'g'ri 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy bu cho'zilishi mumkin. Lekin albatta bu yomon holatlarga shu bu ishga aralashganlarni, bu ishlarga yordam berganlarni hammasini yomon holatga tushishligiga sabab bo'ladi. Yana bitta narsa, O'zbekistondagi yoki bu yerdagi qaysidir ish beruvchi agentlar yoki oradagi konsultatsiya beradigan o'rtakashlar shunaqa yo'l tutyapti. Endi oldindan u narsa bor. Misol uchun bu yerdagi taklifnoma oddiy chaqiruv ish uchun emas, Zezvoleniya. ish uchun emas yoki boshqa narsa emas, zaprosheniya. Zaprosheniya boshqa narsa. Zezvoleniya boshqa narsa, zaprosheniya boshqa narsa. Zaprosheniya masalan kimdir oilasini bu zaprosheniya. bir oyga chaqirmoqchi, boshqa qilmoqchi yoki bironta tanishini davolangani chaqirtirmoqchi. Shularni qilib turib kimnidir chaqiradi. U kelgan odam yana noqonuniy bitta qolib ketyapti. Qolib ketib, yana kimdir qonuniy ishlaydi. Bu yerda nalogini vaqtida to'laydi, 5 yildan oshiq yashagan. Ular endi ota-onasini chaqirmoqchi. O'zlarida sharoit bo'ldi. Misol uchun o'ziga endi haddi sig'atda endi. Oilamni chaqirib endi men ko'rgan joylarni ko'rsin, boshqa qilsin deydi. Ular endi bu yerda qolib ketyapti. Masalan, ularga berayotgan atkaz endi buni ota-onasiga ham berilyapti. Aslida bularga zarur. Lekin bular bu yoqdagan kasha qilgani uchun bularga ham bermaydi. Bu Ispaniya vizasida ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Misol uchun biznes egalari bor, rostdan muhtoj unga. Rostdan kelib ketish kerak yoki noqulaylik bo'ladi. 3 yillikda olib qo'ysa, ularga qulayroq. Ularni ham yo'lini to'syapti. Shularga ham bilmadim endi maslahat ko'rinishida aytadigan bo'lsangiz, menimcha ancha manfaatli bo'ladi. Mana yaqinda bir holat bo'ldi. Bu yerda er-xotin kelgan. Ular bu yerda biznes boshlashgan. Bolasi bor, 3 ta. Bular endi tabiiyki biznes bo'lganda bu yerda bolalarni kimdir vaqt bemahal qarab turish kerak. To'g'ri, bolalarni detsatga joylaydi, maktabga joylaydi-yu. Lekin baribir ma'lum bir muddat paytda 1-2 soat, 3 soat baribir kimdir qarash kerak. Shunda ota-onasiga murojaat qilgan. Именно shu karta beradigan odamlar aytganki, biz karta beramiz ota-onangizga 3 yillikdan. Shu karta bilan kelib bemalol 3 yil sizni bolalaringizga qarab mana shunda yashayveradi degan nimani shartni qo'ygan va ancha katta pulda aytgan. Bular uyini sotishga tayyorgarlik ko'rishni boshlagan. Domi bo'lgan Toshkentda shuni sotishga tayyorgarlik ko'rishni boshlagan. Lekin baribir menga kelib maslahat solganda men to'xtatdim. To'xtanglar. Bu manday narsa, lekin ishlash huquqiga ega bo'lmaydi. To'g'ri, beradi. Uni ustiga falshiviy ish bilan keladi. Sababi sizni ota-onangizning 2000 firmasi yo'qki, O'zbekistonda u firma 2800 yevrodan har oyda oylik yozsa ota-onangizga yana yozadigan bo'lsa, buni iloji yo'q narsa. Agar hozir uylar sotsanglar, birinchidan uylardan mahrum bo'lasizlar, ikkinchidan bu narsa falshiviy bo'ladi, keyin buni nimasi yomon oqibatlari yomon bo'ladi deb to'xtatib qoldim. U men gapirgan gapdan keyin xursand bo'lib ota-onasiga xabar berdi, to'xtatinglar, bu ish bo'lmaydigan ish ekan. Men aytdim, boshqa yo'li bilan mayli chaqirishni iloji bor, sababi sizlar bu yerda biznes yurgizishinglar bilan pul tushadi. Shu oiladagi ishxonanglardan ma'lum bir darajada nima bo'ladi? Iqtisodiylar yaxshi bo'ladi. Shunda men chaqirib beraman. Shu o'zingizlarni ishxonangizlarni nomidan chaqirib beraman. Sizlarning nomingizdan ota-onanglar kelib bemalol dam olib ketishadi. Bu bitta. Ikkinchisi, agar shunaqa keladigan bo'lsa, zaprosheniya bilan, ya'ni taklifnoma bilan bu voyevodstvo, ya'ni oblast hokimiyatining migratsiya ishlari bo'yicha idorasidan berilgan zaprosheniya taklifnoma asosida chaqirilgan keladigan bo'lsa, ishlash huquqiga ega emas. Bu yerda yozilgan, qonunda yozilganki, mehmon bo'lish huquqiga ega ma'lum bir darajada, lekin ishlash huquqiga ega emas deb yozilgan, bu aniq narsa. Bu o'zgaruvsiz haligi aksioma qonun. Ikkinchisi bor, zezvoleniya bor. Bu zezvoleniya degani bu ham shu nima ishlashga ruxsat degani o'zi aslida Polsha territoriyasida hududida ishlash huquqiga ega degani. Zezvoleniya asosida keladigan bo'lsa, u mumkin. Lekin zaprosheniya asosida, ya'ni qarindoshlarni va boshqa holatlardan taklifnoma asosida keladigan bo'lsa, bu ishlashga mumkin emas. Ko'pchilik adashtiradi, zezvoleniya bilan zaprosheniyani adashtiradi. Bu boshqa narsalar. Zezvoleniya asosida kelib ishlash huquqiga ega, buni faqat ish beruvchilar yo bo'lmasa agentstolar jo'natadi. Zaprosheniya bilan
ishlash huquqiga ega emas. Buni o'sha shaxslarda farzandlari yo oshna og'aynilari yoki bir ishxonalar jo'natadi. Bu bilan ishlash, mehmon bo'lish huquqiga ega, lekin ishlash huquqiga ega emas. Lekin bitta narsa, agar zaprosheniya asosida xotini, bolalari kelsa, ular ishlash huquqiga ega bo'ladi. Bolalar emas, aslida ham nimaga deganda 18 yoshgacha kirish zaprosheniyaga beriladi. Qolgani xotinlari ishlash huquqiga ega va ularga hujjat qilsa bo'ladi. Yana bitta savol, shu yakunlovchi savol. Agar O'zbekistondagi yoki bu yerdagi rostdan biznes qiladigan yoki rostdan shunaqa pul topadigan odam qilmoqchi bo'lsa, shuncha pul ketadimi? 5,000, 3,000, 4,000 yevro pul ketadimi, yo'qmi? Unaqa pul ketmaydi. Hozir hali biz uni narxlarini o'rganganimiz yo'q. Unchalik katta pul emas. Yig'ishtirib ketsa bir 300-400 yevro ketsa kerak. Undan oshiqcha pul ketmaydi. Bu yerda faqat Bu yerda faqat o'rtakashlar. o'rtakashlik ham deb bo'lmaydi. Buni noqonuniy manfaat deydi bular. Noqonuniy yo'l bilan topilayotgan manfaat, pul deydi. Manfaat deylik. Bu manfaat odamlarni ko'z yoshlarini evaziga manfaat qilib foyda qilishadi bular. Bu juda ham xavfli narsa. Bu dunyo xor bo'lib o'tib ketish sabab, o'tib ketishi mumkin bo'lgan bitta sabab ular uchun. Bu juda yomon narsa. Nasib qilsa buni qanday tartibda topshirilishi yoki qanday hujjatlar ketishini hammasini sizni iloji bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, to'liq o'rganib chiqib, xudo xohlasa yangi bir bironta video qiladigan bo'lsak, ko'pchilikga manfaatli bo'ladi. Shu 3,000, 4,000 yevro pulini oilasiga sarflasa, ancha foydali bo'lardi. Foydali bo'lardi. Inshaalloh men ham odamlardan shunaqa hadeb adashishlarini Alloh panohida saqlashini juda ham xohlayman. Alloh saqlasin. Adashishlikdan o'zi eng dahshatlisi adashishlikdan saqlasin. Bu ayniqsa ular ham haligi bu ishga qo'l urgan azamatlar ham odamlarni shunaqa pulini olib shunaqa holatlarga olib kelayotgan odamlarga ham Alloh insof bersin. Shu pulga tushayotganlarga ham Alloh insof berib, adashishlikdan o'zi panohida asrasin. O'zi ko'p ko'rdim, masalan, karta qiladiganlarda karta qilib beradiganlarda kartasi yo'q. Prava qilib beradiganlar pravasi yo'q. Menimcha bu mavzuda ham masalan o'zlariga ravo ko'rmaydi shu narsani. Agar chetdan qaraydigan bo'lsangiz, o'zingda bormi shu narsa, o'zingga qulay ekan, o'zingni biznesing bor ekan, shuni qilmaysanmi desa yo'q deydi. Chunki o'zi biladi. Bilmadim, o'ziga ravo ko'rmagan narsani boshqasiga ravo ko'rib adashilgan sabab bo'lyapti. Ko'pchilik baribir hujjat ishlarni tushunmagani uchun o'zi bilmagan holda yoki bilgan holda deport bo'lib qolyapti yoki o'ziga qanaqadir moddiy zarar yoki shunchaki vaqtdan o'tkazishi ham mumkin. Shunaqa. Chunki hammamiz bu yerga oilamizni boqamiz, uyga pul jo'natamiz deb kelganmiz, lekin shunaqa holatlar ham bo'lib turibdi. Shunaqa Alloh bunaqa yo'ldan yurishlikdan o'zi panohida asrasin. Sizga ham katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Bergan ma'lumotlaringizga rozi bo'ling. Rahmat. Savollarni berganinglarga ham rahmat. Sababi qancha odamlarga foyda manfaat bor bu savol javoblardan ko'pchilik foydalansa, shu adashishlikdan ozgina bo'lsa ham tiyilishsa kerak inshaalloh. Sizlarga ham rahmat. Men bilan suhbat olib borganinglar uchun. Salomat bo'linglar. Katta rahmat, sizga ham sog' salomat bo'ling. Rahmat.